Lekin Barselona bilasiz, bu Hansi Flick janobi oliylariga hech qanaqa transfer qilib bermadi. Mayli transfer qilib bermagan. Qaytanga o'sha yuqori liniyani zo'r ushlaydigan ajoyib himoyachisini ushlab qola olmadi. Saudiya Arabistoniga ketdi va undan hattoki 1 so'm pul ham ishlamadi. Shunaqa noto'g'ri shartnomalar qilingan klubning manfaati tomonidan keladigan bo'lsa, yo'q. Hansi Flick uchun yana muammo tug'dirdi bu. O'sha markaziy himoyachilar tandemini ishlab olishga ham ancha vaqt ketdi. Erik Garsiyani majburiy tarzda maydonning hamma qismida o'ynaydigan futbolchiga aylantirdi. Bir hazilman bor, Erik Garsiya faqatgina darvozada turmadi, chunki darvozada turay desa, u yerda ham familiyasi Garsiya bo'lgan futbolchi bor ekan. Joan Garsiya turibdi. Ya bo'ldim, men u yerda turmayman dedi. Va yangi yilda, yangi mavsumda Barselona nafaqat o'sha himoyachisidan ayrildi va o'rniga to'laqonli xuddi shu ishni bajaradigan futbolchi olib bermadi. Oxirida Canceloning qaylardandir kelib qolgani to'g'ri ba'zi nuqtalarni yopib berdi. Rashfordning kelganligi La Ligadagi o'yinlarda asqotdi, gollar urdi, paslar berdi. Muhim pallalarda Joan Garsiya jamoani qutqarib turgan paytlarida Rashfordning ham foydasi tegdi. Lekin Rashford hikoyasini bilasiz endi. Buni ko'p gapirdik, boshqa qildik. Agar Rashford Hansi Flickni o'yin